Hozir vaziyatni bilib kelaman. Bo'la qoling. Hozir vaziyatni bilaychi. Kechasi 3da hech kim yo'qdir. Dadam ham shuncha uy qurgan ekan-u, hammomda bitta qurgan ekanda. Band. Hey aka, ertagasi men ketishim bilasiz. 6 kundan keyin kelaman. Shuni vaqtini to'g'rilamay tursangiz nima bo'ladi? Chiroyli, sen 6 kunda kelasan, men ertaga Rossiyaga ketyapman. Siz o'tgan safar ham Rossiyadan 3 kunda qaytib Unda kelgansiz. Qozog'istonda o'tkazmagan men. Tushunding? Barishingni. Vechna bahona qilasiz. Qochib turing. Hey, yangang bor. Kiriyapti. Kir mashina bor-ku. Bugun qo'lda yuguz kelyapti. Ha, bo'p qoching. Yangang bor deb. Shashilib ketyapman. Obbo, 3 kunlik kelik-ku. 24 soat bekorchi bo'lsang. Sen hozir nima qilasan? Bor kunduz kun cho'mil. Vijdoning bormi? Obedda cho'milding-ku. Delfinmisan? Bir kunda bir mahal cho'milasan, bo'lmasa shamollab qolasan. Bor yo'qol. Senga titan suv yetkazib bera olmayman. Qochib turing. Ya, odam bordi-ku sen. Shashilib ketyapman. Vaziyat juda og'ir. Fening qayerda edi? Aka, nimadir qilmasak bo'lmaydi. Yangam buni qilib to'xtamay kirib turadigan bo'lsa, men bunaqa yasha olmayman. Unda uy olish kerak. Qayoqdan olamiz? Live grupdan. Yangam bo'ldi shekilli, qoching. Chiqsinmi? Shashilib ketyapman. Onasi, kiptinlik tayyormi? Bular